Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan Dream Draftni yutib ko'ramiz. Bu yangi kanal, shuning uchun hoziroq obuna va like tugmasini bosib qo'ying. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi mana tarkibni ko'rib olamiz. Darvozada Unai Simon, chap qanot Robinson, Antonio Rudiger, Pau Cubarsí, Álvaro Carreras, Marcus Rashford, Luka Modric va Heros Kartali De Bruyne va Zambo Anguissa va Barcola hamda hujumda Patrik Schick. Zaxira darvozaboni Ter Stegen, Piero Incapié va Casemiro tayanchda. Hujumda Paulidis, Fede Valverde, Dominik Szoboszlai va Lamine Yamal hamda Julian Alvarez. Hozir esa bu tarkibni ko'rib oldingizlar. Endi bitta best time'ni bosib olamiz va o'yinga ketdik. Lekin karyerasi o'yinga tushirib olamiz. Ketdik qani. Boshlab olamiz. Birinchi o'yin Napoliga qarshi. Qani bo'lmasam ketdik. Lamine Yamal qanotga pas, Barcola aniq pas, Rudiger olib qo'ydi, lekin yana qaytarib berdi. De Bruyne, Szoboszlai, Barcola darvozabonga qaytaradi. Unai Simon, Rudiger, pas, Incapié, pas, Barcola, pas ajoyib. Lamine nima qildi hozir tushunmadim to'g'risi. Barcola lekin Alvarez bugun negadir o'yin qovushmayapti. Ancha o'ynamayotgan edim. Lamine Yamaldan pas va orqaga Carreras olib qo'ydi, lekin McTominay Lobotka va do'stlar, sizlar nechta Heroes kartalarni oldingizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Pas Simondan save. Pas negadir o'yin qovushmayapti. Pas Szoboszlai, Barcola tezlik oldi, tezlik. He's up to full speed now. Oradan pas. Milinkovic Savic gets in the way. Valverde, De Bruyne, Szoboszlai. Good tackle by Anguissa. Negadir deb olmadim. Ajoyib paslar bilan o'ynamoqda Napoli. Boylan now. Negadir o'yin qovushmayapti do'stlar. Spinazzola. Lamine olib qo'ydimi yo'q. Carreras uzoqlashtirmoqda. Birinchi time tugadi. Tarkiblarni to'g'rilab olamiz. Qolmasam ikkinchi time'ga gol. Off we go then. The managers have had a chance to have a word with their Lamine, players, and it's still anyone's game. Pas. Alvarez Zarba. Lekin aniq. Yana Lamine olib qo'ymoqda. Lamine, pas, Barcola. Lekin o'xshamadi, yana bitta pas. Bu ham gol emas va mutlaq zarmasi. Barcolani o'rniga Marcus Rashford almashtiramiz. Va De Bruyne mutlaq zarbasini amalga oshiradi. Yuqoridan pas, Rudiger, pas, Alvarez. Lekin gol emas.
Suarez. Kobe the Savage gets in Sev the way. darvozabonni. Kubarsi. Pas. Makes the pass. Lamin. Qochmoqda. Is this a Pas. goal? Zarba bo'lmadi. Bugün negadir oyunum qovushmayapti. Lobotka with the ball. Time for some fresh Va legs, maybe. Inkapega The sara. players are warming up. Inkapega ehtiyot bo'lish kerak. Wisa with the ball. Pas. Soboslay. De Bruyne with this run. Olib qo'ydi. Regains possession. Nima bo'ldi o'zi? The referee brings out a second yellow card, Inkapega and he'll play no further part qizil. in this game. Almashtirish kerak. Bu yoqqa Carreras, bu yoqqa Soboslayni yotqizamiz. Ketdik. Lekin juda yomon narsa Tight bo'ldi. game here. This could be a chance for the opposition to penetrate the back. Sal qoldi do'stlar gol yeb ketishimizga. Rudiger. Yaxshi. Lamine Yamal. Yamal. The match is all tied, but they're on the front foot and going for goal. Burchak That's gone out zarbasi. for a corner. Endi bundan foydalanishimiz kerak. De Bruyne. Pas. Rudiger. Gol. Executed perfectly. Nihoyat gol urdik do'stlar. Lekin bu negadir Is it all qiyin over? bo'ldi. Can they get back into it? He dribbles the ball forward. Lekin u qanot bo'sh qolib ketdi. Di A golden Lorenzo. chance. De Bruyne'dan ajoyib to'p olib qo'yilishi. Yes. Gutierrez. Lovely bit of skill there. Ajoyib Soboslay qaytarmoqda. This player's taking charge and moving down the flanks. Pas. De Bruyne qaytardi. A lot of missed passes today that have to Alvarez be olib improved. qo'yish kerak. Olib qo'yilmadi. Hozir tepib boramiz. Va birinchi o'yin qiyinchilik bilan bo'lsa-da g'alaba bilan yakunlanmoqda. Eng yaxshi o'yinchi bu Antonio Rudiger. Va do'stlar 13 ta tanga, 58 ta sezon pas, 115 ta Dream Point va 3,5 mingta klan bonusi. Qani ketdik. Va do'stlar bu videoni birinchi qismi edi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha hammaga xayr.